Assalomu alaykum azizlarim. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishilar bilan yarashuv bormi? Umuman bu yarashish siz uchun xayrlimi, yo'qmi? Bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz bu yarashuv bo'lishi mumkin yoki ba'zi insonlar yangi tanishganlar bo'lsa, taqdirimiz bir bo'ladimi deb o'zining niyatini qilib boshlashi mumkin. Xo'sh, yarashuv yoki birlashuv bormi? Bu yerda tez orada deydi, aqlingizdagi kishi deydi, harakatga o'tadi, yarashishga deydi. Aslida oldinroq ham o'tgan bo'lar edi, lekin g'ururi yo'l qo'ymagani ko'rinyapti bu yerda. Lekin bu munosabatlarda yarashuv bor ekanligi ko'rinmoqda. Yangi tanishganlar bo'ladigan bo'lsa, bu videoni ko'rib turganlarimizda, ya'ni birlashuv bormi, davom etish bormi yoki qandaydir jiddiy narsalarga ulanadimi desangiz, ha, ulanadi. Xo'sh, bu munosabatlar o'zi umuman xosiyatlimi, siz uchun foydalimi? Buni ko'rishga harakat qilamiz. Xo'sh, deyaptiki, keta turgan yo'ling haqida o'ylama deyapti. Qanday ketishiga shunchaki tashab qo'y. Ya'ni vaqti hukmiga tashlab qo'yishingiz kerak deyapti. Nimalarnidir o'zgartirishga, nimalargadir kurashishga yoki qandaydir harakat qilishga umuman harakat qilmang. O'zi deyapti, vaqti hukmiga tashlab qo'ysangiz, o'zingiz hayotingizga xayrli bo'lgan hamma narsa kirib kelishi ko'rinyapti bu yerda. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun yarashuv yoki bo'lmasam birlashuv bormi? O'zi ayriliqlarga sabab deyapti, juda ko'p achchiq so'zlar bo'lgan deyapti. Bu kartadan keyin boshqa karta ochmayman, chunki bu yerda %100 yarashuv bor. Qanchalik og'ir bo'lmasin, qiyin bo'lmasin, ba'zi boshida balkida achchiq so'zlar bilan andaqa qavalarsalar, lekin yarashuv bor ekanligi ko'rinyapti. Yangi tanishganlar, sevishganlar bo'lsa, taqdirini birlashtirmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, taqdirimiz bir bo'ladimi? Albatta taqdiringiz bir bo'ladi. Faqat ozgina qonli bir jangdan o'tasiz. Bu degani yo atrofingizdagi sizlarga xalaqit beruvchi insonlar bilan kurashasizlar yoki bo'lmasam o'zlaring bilan birgalikda kurashasizlar. Ya'ni ba'zi joylarda fikrlaring bir-biriga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Shularni hammasini muhokama qilib olib, bu xoh yarashuv bo'lsin, xoh birlashuv bo'lsin, bularni hammasini muhokama qilib, ana undan keyin birlashasizlar. Xo'sh, bu munosabatlar o'zi siz uchun xayrlimi, xosiyatlimi? Buni ham ko'ramiz. Albatta deyapti. Zaten deyapti, senga yordam qilganimiz uchun ham, seni yaxshi ko'rganimiz uchun ham, sen biz uchun betakror bo'lganing uchun ham bu insonlarni qarshingga chiqardik. Ba'zan ayriliq bilan sinadik, ba'zan quvontirdik, kuldirdik, ba'zan yig'latdik. Lekin buni hammasi seni foydang uchun edi deyapti. Sen yolg'iz emassan deyapti. Jamiki sizni o'rab turgan, ko'ringan, ko'rinmagan har qanday olamga ishonishingiz. Qaysi dinga, e'tiqodga nima qilasiz bilmayman, nimaga e'tiqod qilasiz bilmayman. E'tiqodingizdan o'ngga ham chapga ham ketmang, atrofingizda sizni qo'riqlab turgan himoyachilaringiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.